Dunyodagi eng kuchli so'z ba'zan juda oddiy eshitiladi. Men senga ishonaman. Bu so'zni aytish uchun katta kuch kerak emas. Boylik ham shart emas. Faqat yurak kerak. Chunki ishonch tayyor g'alabaga berilmaydi. Ishonch ko'pincha hali hech narsa aniq bo'lmagan paytda beriladi. Ishonch birovning o'rniga yo'l bosib o'tish emas. Ishonch yonida turib, yo'lni o'zi topishiga imkon berish. Har bir katta g'alaba boshida kichik bir urinish bo'ladi. Har bir to'g'ri qadamdan oldin bir nechta noto'g'ri qadam bo'ladi. Ko'pchilik natijani ko'rgandan keyin olqishlaydi. Lekin eng kerakli insonlar natijadan oldin ishonganlardir. Avval yonida kimdir turgani uchun o'ziga ishonishni boshlaydi. Ishonch eng uzoqqa boradigan sarmoya. Uning mevasi darrov ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir kun kelib, u albatta natija beradi. Ishonch berilgan joyda qo'rquv kamayadi. Qo'rquv kamaygan joyda jasorat tug'iladi. Jasorat bor joyda esa chegara yo'q. Aziz o'g'il-qizlarim, sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Qayerga bormasam, nima uchun yoshlar bilan ko'proq uchrashaman? O'zimga juda katta kuch-qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch-qudrat egasisizlar. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashaydigan yangi O'zbekistonni hamda 3-renessansni bunyodkorlari sizlar. Butun dunyoni kim lol qoldiradi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Men sizlarga ishonaman. Ishonch uchun rahmat.